albatta biznes ledi xonimlardan desak mubolag'a emas. Qarsiginglar Gulbahor Bahozirovnaga. Assalomu alaykum barakalar. Yaxshimisiz? Tabriklaymiz, xayrli bo'lsin. Juda ham xursandlik, juda ham katta loyiha. To'g'risi o'zim ham Toshkentda bo'lsam ham juda qiziqdim, chunki maketlardan ham ko'ribdi. Kelajakda xudo xolasa yangi O'zbekistonda yangi loyihalardan bittasi bo'ladi. Yuqorida ta'kidlab o'tildi, China House eng ishonchli kompaniya va bir so'zli. Va'da berdimi, albatta bajarmasdan qoldirmaydi. Shaxsan Gulbahor xonimi nazoratlar ostida ekan, bizni ko'nglimiz to'q va siz mana shunday zamonaviy hayotga, zamonaviy turar joyga munosib siz Namangan ahli. Qarsiginglar. Kayfiyat yaxshimi? Gulbahor xonim bilasizlar, chiroyli bir sovg'alarni berishni yaxshi ko'radilar. Hozir bu yerdagi mehmonlarimizga ham alohida atalgan tuhfalarimiz, sovg'alarimiz bor. Ushbu sovg'alarni birgalikda taqdim etsak. Albatta. Keling birin-ketin boshlaymiz. Bo'lmasa raqamlar, viktorinalar birin-ketin sekinlik bilan. Faqat yuqorida Estrada show komandasi juda ham chiroyli konkurs o'tkazdi. Shuni biz ikkalamiz amalga oshiraylik-da. Komandaga ajratib olsak. Bo'ladi. Kelishmovchilik bo'lmaydi shunda. Siz qaysi tomonni tanlaysiz? Marhamat, siz mehmon endi. Yo, endi qaysi tomon balandroq baqirsa o'sha taraf. Va bu tarafmi? Yo, bu tarafmi? Hamma tomoni. Yaxshi so'zimiz bo'lib olamiz. Nima deysiz? Ko'proq odamni xohlaysizmi? Men ko'proq o'ng tomondan. Hop. Biz chap tomondamiz. Demak, mehmondan boshlaymiz, marhamat. Siz boshlang, biz yo'l beramiz buraga. Yo'l beramiz. Nima deysiz? Balandroq turmasanglar, hozir yetkazib qo'yamiz. Chap taraf. Biz tomonda odam xafa bo'lmaymiz. Bizlarnikilar mana spokойный. Уже ikkitadan uylanib olib qo'ygan. 12 ta. Молодцы, bitta qarshi chop qo'yinglar. Noto'g'ri javob berdingiz. Noto'g'ri javob. Oldinga borsak, qizishmayapti, shunisi. Savol edi shunaqada. Hamma keladi, hamma bilan ko'rishaversa, energiyalar yetmay qolishi mumkin-da. Shu tomoni bor. Buni to'g'ri qabul qilasiz. Rahmat. Endi sog' bo'linglar.